Senga mana bitta fanatik. Yoshligimda dadam urushdi hali. Senga mana O'sha aytib berdi. Tepalik bo'lar ekan bularda qanaqadir o'shanda. mana ham amakilar o'zi shunday bo'lgan. Dadalar, amakilar ushbu O'zi aka mana shu ota-onaga hamma narsa ota-onaga bog'liqda. Men musobaqadan yutqizib kelsam ham dadam yomon gapirmasdi-da. Yutqizib keldimmi? Bo'ldi. Normal yutqiz nima bo'ldi? Ha, shunaqa misolda. Yutqizib keldim mana bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi trenovatka qilmagan ekansan. Bo'ldi, kiyimlaringni yech, ertadan men o'zim trenovatka qildiraman seni. Qo'shimcha aytadilar, qo'shimcha qildiraman. Sakrataman, qilaman. keladi zalga kecha dadam stadionga shunaqa anovlar qildirtirdilar deb keladi kechga zalga. Lekin ana ota menga hech qachon men musobaqadan yutqizib kelding, men senga shuncha xarajat qildim. Senga men bunaqa narsalar qildim, sen odam bo'lmasangiz unaqa narsa demasdilar. Sen zalda yaxshi faqat qilmagansan. Yoki bo'lmasa trenovatkang kam bo'lgan. Yana ham ishlashing kerak o'g'lim derdilar-da. Ertasi kuni meni olib chiqib o'zlar trenovatka qildirardilar. Muzakaga kelaylik, muzakaga kelishdan oldin ertalab har kuni ertalab dadam trenovatka qildirardilar. Keyin muzakaga zalga kelardim. Aytmoqchi bo'lganim ota-ona hozirgi ko'p bolalarga bir xil ota-onalar misol mana qaraydi, bir marta boshida misol yutqizadi. Men ham qancha yutqizganman. Shu havoskorda yutqizganman, mana shunaqa holat bo'lgan. Ha, lekin haqiqatan ham dadasi yutqizgan vaqtda bunaqa e'tirozlar bildirmagan. Hozirgi sportchilarni otasi bitta yutqizib qo'yadi, bitta ikkita musobaqa. Bo'lsam sport tasha, kerak emas senga. Shogirdimiz bor edi-ku, 3 marta olib ketib irodasini ota-onalari mana shu eshitadigan ota-onalar aytaman, irodasini sindiradi, bolasini. Ikkita, uchta musobaqa yutqizdi degani bu hayotda ham shunday qoladi. Boshqa kasb ketsa ham shunday qoladi. Shunaqa, bunisiga boradi, bunisiga boradi. Bu sportga unaqa emas, sportchi, mana Boburda o'zini aytaman. Aka, o'zingiz bilasiz. 16 yoshdan keyin rezultat qilishni boshlagan. 18 dan keyin даже. Ha, 18 dan keyin sen respublika chempioni bo'lishni boshlagan. Ungacha prizor bo'lgansan. Bir marta eng katta natija 3-o'rin. 3-o'rin bo'lgan, uni ilashib ilashib. Amazon ham kattalar o'tgandan keyin yaxshi rezultat qilishni boshladi. O'shanisi yaxshida. Qaysi birini sportchilar hozirgidan o'sib kelayotganlarni e'tibor qilaman. Ota-onasi yutqizgandan keyin moralni ezotganlarniki hech qachon rezultat yaxshi bo'lmaydi. Bu hozir ham shunday. Yutqizib yurgan o'g'lim davay bosu, hech nima qilmaydi. Yutqizdingmi? Даже momalarini ko'rganman, даже shunaqa buvalarini, otalarini ko'rganman. O'g'lim davay yutqizdingmi, hech nima qilmaydi. Bos, trenovatkani to'xtatma o'g'lim. To'xtatma, bosgin, rezultatini ko'rasan. Eng yomoni sportchini ko'tara oladigan joydan tushirib yuboradi. Bonaki yomon muomala qilayotgan ota-onalar. Shunday. O'zini jahlini o'g'lidan chiqaradigan alamni ko'ruvchi boladan keladi. Ko'chadagi alamni kelib bolasi oladiganlar naborot tushirib yuboradi, ruhiyatini tushirib yuboradi sportchini, hayotga bo'lgan intilishini ham sindirib qo'yadi. O'zi mana shu farzand anaqaga farzandga qanaqa yaxshi gap gapirsangiz, o'sha ko'ngilga qolar ekanda. Mana o'sha dadam bizani shu qiynalib boqqanda shuncha pul topib turib pul berardilar musobaqaga. Borib misol yutqizib kelaman, alam qiladi-ku, shuncha qiynalib pul topasizda, misol o'g'lingiz yutqizib kelgan. Yomon gapirmasdilar-ku, shu narsalar men vaqt davomida ko'tarilaversa, mendan bu motivatsiya bo'lib qolardi-da. Shu Toshkentga, u yoqdan Toshkentga ketganimda ham sal trenovakamda qanaqadir yaxshi trenovatka qila olmay qolsam, men aytardim, otam shuncha hali meni shuncha boqdilar-ku, shuncha harakat qildilar. Mehnat qilishim kerak, men chiqishim kerak. Shu sharoitdan chiroyli qilib men uydagilarni olib chiqishim kerak degan narsa motivatsiya bo'lib qolardi. O'sha ota-onam ishonchida. Agar menga o'sha vaqtda otam yoki onam ishonmaganlarda, bo'ldi, qo'y sportga qayerga borasan, sport bo'l, shuncha xarajat qildik, shuncha yutqizding, yutyapsan, ertaga qo'lingda hech narsa ish kelmaydi degan narsa bo'lmagan. Naborat men o'zimda bo'lgan, ertaga sportim o'xshamay qolsa, nima ish qilaman? Otam aytganlar, o'xshaydi, davay, mehnat, faqat bo'ldi. Shunday. Odam qilgan ishni odam qiladi. Sanlar hozir sharoitingda, hozir vaqtingda chempion bo'lsang bo'ladi. Bizning vaqtda sharoit yo'q edi. Chempion bo'lishga yoki nimadirga. O'shanda men mehnat qilaydim deyiladi. Ota-onaga ko'rdingizki kecha misol, dadam gapiryaptilar, siz o'zingiz urishgingiz kelib ketyapti. Xuddi shunaqa narsa-da. Motivatsiya bermaydim. Men hozir urishga, davay, men olib chiqayin bu safarni, nasib bo'lsa musobaqaga chiqsam, meni olib chiqasiz. Mana shu haqiqatan motivatsiya. Zo'r. Ota-onaga juda ko'p narsa bor. Albatta, u hamkorlikda anaqa qilish kerak, ishlash kerak. Ko'pchilik
aytganlarida bu ota-ona bilan haqiqatan hamkorlik. da bu nima deyiladi? Trenerga berdim, pulini berdim, bo'ldi, shug'ullanadi degani emas. Men nima deyiladi? Juda ham ko'p holatlar bo'ladi. Endi Yana bitta narsa qo'shimcha qilay mana shu yerga. Mana faqat masalan siz shug'ullantirdingiz degan savol bo'lishi mumkin. Masalan, siz shug'ullantirdingiz, faqat Ramazon bilan Bobur jig'dimi sizni qo'lingizdan deyish mumkin. Kimdir? Kimlardir ota-onalar endi o'zidan turib savol berishi mumkin. Yo'q, bizning qo'limizdan chiqibdi. Ichki ishlar olgan xodimlari. Da. maxsus xizmat vakillari. Foydasiga Men o'zi ham mana harbiy. Milliy gvardiya mana Ramazon ham mudofaa ishlaydi. Ukasi mudofaa ishlaydi. Har xil shu sohaga men sportdan kichikligimdan mana ertalab ham ota-ona aytibdi. Shu sportdan shunaqa natijaga erishdimi shu bolalar? Ha, erishdi. Qanday bo'ldi? Kichiklikdan harakat qildi. O'zini bizga aytdi, ular mehnat qilishdi. Mehnati bilan sekin mana Boboyev Asilbek masalan shu yil kirganlardan 3 ta masalan Usmonov Behruz, Ziyodov Shohrux. Mana shuncha yigitlarimiz 3 ta yana esimizga yo'qlari bor. Esimizga yo'qlari xafa bo'lmaysizlar. Esimizga yo'qlarini mana shu shuncha natija erishdi. Biza shu ularni mehnati kuymadi, bizning mehnatimiz ham kuymadi u narsa. Chunki ular oilasi bitta oilani boqayotgan darajaga erishishdi masalan. Ota-onasi yordam qilishyapti, oilasi uylanibdi, endi uylanadiganlar bor, jamiyatimizga o'sha qanaqa katta foyda bu, vatan himoyachi bu juda mas'uliyat katta. Yana sport karyerasini to'xtatishgani yo'q, bemalol trafkasini qilishadi, bir kun ishga, bir kun dam. Bir kun ishga, bir kun dam. Zborga yuribdi mana Boboyev Asilbek. Yaxshi, gaplashib turamiz. Yaxshi bolalar. Shuncha sharoitsizlikdan chiqib kelib, o'sha bolalar ham sharoitsizlikdan kimdir sharoit bo'lgan, qaysindir. Lekin mana shu Boboyev Asilbekniki ham juda sharoit bo'lmagan. Sharoit qiyinroq edi. Vaziyat sharoiti zo'r sportchilar, sharoiti misol chotki bo'lgan odam sport tanlamaydi, to'g'risi. O'zi uchun trenirovka qilishi mumkin. Zo'r sportchi chiqmaydi. Kamdan kam, bitta Arman Sarukan bo'lishi mumkin. Arman ham azbaro yaxshi ko'p, unaqalar kam. Kam. Chunki och odamdan sportchi. Chunki bu men hozirgi sharoitim bilan oldingi sharoitimdagi motivatsiyamni men o'zimda ko'ryapman-da. Gohida shunaqa bo'lib qoladi. Oldingi och holatdagi motivatsiyam juda kuchli bo'lgan. Och holatdagi. Chunki u yoqda och bo'lasiz, u sharoitdan chiqib ketishingiz kerak. Och bo'ri qiladi-da. Ha, bu och bo'ri qiladi. Hozirgi motivatsiyam gohida ko'raman aka, u oldingidan pastroq. Keyin o'zimga savol beraman. Nimaga unaqa bo'lyapti deyman. Chunki hamma sharoit bor-da. Magregor buni misolida Magregor мне кажется, shundan ozgina pasayib ketdi. Juda ham emas. Ha, yo'q, endi u ham och, juda ham nimadan chiqqan bolalar. Sharoit deganga endi og'riqli mavzuda hozir ko'p bizda O'zbekistonda nima deyiladi, ruscha aytsa soxtalar ko'payib ketdi. Falshiviy. Falshiviy deydi-ki, soxtalar, ya'ni o'zini yo slishkim boy qilib ko'rsatadi, o'zini yo kuchli qilib ko'rsatadi, o'zini yoki slishkim bunday aqlli qilib ko'rsatadi. Masalan, menga ko'pchilik yozadi, masalan, o'zingcha aqllilik qilasan, narsa qilasan. Yo'q, men ochiqcha aytganman, men har doim aytaman, men unaqa emasman. Ba'zi bir ko'p bayislarni ko'raman, sportsmenlarni ko'raman, paloncha, paloncha qilish kerak. Lekin aslida hayotda bilamizki, biz uni qanaqaligim. Kulgim keladi, ko'rib turib. Kulgim keladi, hayotda qana. Masalan, sen o'zing uchragansan. Ko'p masalan shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, Toshkent katta joy. Keladi, uchraydi. Sen masalan shunday holatingni saqlab qolishingga treneringni berdan turib gaz berib turgani ko'proq yordam beraman, otangni gaz berib turgani yordam beraman ko'proq. Yo Jasur aka Alijonov shunchalik qattiq ushlaydimi? Sportsmenlar, men endi ko'rganman qanday qattiq ushlaydi. Sanani shu slishkim oshib ketganini qo'ymaydi. Qaysi bir sabab? Yo'q, bitta narsa, trenerga, ota-onaga menda faqat shuni qilmadim, Muzaka ham menga o'sha gapirib turadilar, so'kadilar. O'zingni boyaga o'zligingni yo'qotma, qanday bo'lib ketsang ham shu oddiy bora bo'laverdi. Muzaka menga shu narsani aytadilar. Menga otam ham aytadilar. Otam har doim gapiradilar. O'g'lim, erkaksan, erkakligincha qol. O'g'il bolasan-ku, sen meni o'g'limsan. Men senga halol yedirib tarbiya qilyapman. Odamlarga o'sha insoniyligincha qol, bo'ldi, undan chiqib ketma.
o'zingni yoki anaqa bo'lsang ham, qanaqa vaziyatda bo'lsang ham o'zingni odamlarga bunaqa qilib ko'rsatishga harakat qilma. Odamlar seni oddiyligi hurmat qilsin. Ramazon bo'lsa, chempion bo'lib ketsang ham, UFC'da chempion bo'lsang ham oddiy inson bo'lgin. O'shanda hurmat yoshlar. Muzda ham shu narsani aytadilar, otam ham shu narsani aytadilar, Jasur aka ham shu narsani aytadi. Jasur aka yurganda ham xuddi qanaqadir meni odamlarga nisbatan birorta Toshkentda ko'proq Jasur aka bilan yuramiz. Mana birorta gap gapirishdan oldin men bitta so'rab ko'raman, aka. Mana shunday gap to'g'ri gapiryapmanmi, noto'g'ri gapiryapmanmi? Chunki mendan ko'ra yoshlar katta. Men biladilar, qaysi joyda qanaqa gapirishim kerakligini mendan oldin ustozlarimdan so'rab ko'raman. Muzza akadan, Jasur akadan. Muzza aka olmasa Muzza akadan so'rayman. Muzza aka mana shu joyda qanday gapirsam, qanday so'rab ko'raman. Chunki biza gapirayotgan narsani odamlar eshitib turadigan hozir. Noto'g'ri ta'sir qilib qolmasin deyman odamlarga. Noto'g'ri eshitib qolmasin. Men noto'g'ri gapirib qo'yishdan qo'rqaman-da, o'sha uchun ham ustozlarimdan so'rayman. Dadamdan so'rayman, qanaqadir o'zimda yomon hislatlar agar ko'rib qolsam, ular gapirishadi sirasi. Bitta sportchini yana bir qo'shimcha qilaman. Sportchi bir chempion darajaga erishtirish uchun faqat bitta trener yo bitta ota-onani hech qanday iloji yo'q uni. Hamma tomonidan birlashib chempion bo'ladi. Shakllanish shunaqa bo'ladi. Sportchini zo'r shakllanishi ham ota-onani 4 kishi, ustozlarning 4 kishi o'shani eng muhim joyi bor. Olishi sportchini o'zi haqiqatan ham men otam to'g'ri gapiryapti, ustozim to'g'ri gapiryapti. Men to'xta dadamni aytganini qilmasligim mumkin yoki ustozim aytganini qilmasligim mumkin degan joylari bor. Botir aka. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Sportchilarning go'yo qulog'i yaxshi emas. Ustozi eshitmaydi, ota-ona eshitmaydi, ko'chaga chiqib ketadi. Dam olayotgan vaqti sportchini dam olish kerak. Ko'chaga eng muhim narsadan. Muhim. Eng zo'r doping bu uyqu. Tanani vassalani tiklanishiga sen yordam beradigan narsa uyqu. Sen trofkani qiling, dam olayotgan vaqting o'ying, cho'milib, yaxshigina uyga dam olishing kerak, dushdan keyin. Sen ko'chaga chiqib ketyapsan. Ustoz aytgan senga domino degan musobaqa yaqin degan. Sen aytganini qilmayapsan ustoz. Sen ota-onani aytganini qilmayapsan. O'sha hammasini o'sha sportchi olsa, haqiqatan yaxshi shakllangan bir yutuq miyasi butun O'zbekistonga xizmat qiladigan shu oilasi, birinchi o'ringa oilasini yaxshi qaraydigan, tushunib, bolalarni ham katta qiladi xuddi shunaqa anonga. Xuddi shunaqa jamiyatga ham foydasi tegadi. Kalta fahm bo'lmaydi. Kalta o'ylaydigan odam bo'lmaydi. Faqat o'zini manfaatini o'ylaydigan sportchi bo'lmaydi. Har doim o'sha o'zini atrofidagilarni ham. Shu gapingizga qo'shimcha nima demoqchiman, mana atrofga katta rol o'ynaydi. Rol atrofga, kim atrofingga, o'sha eskidan shu gaplar ham bor, aytdimmi kimsan do'sting, aytaman kimligingni. То есть mana shu atrofda go'ypadan ko'p kuzatamiz, потому что biz bitta komanda buni olib qaraganda haqiqatan ham o'sha Alijonovning komandasi ko'p sportsmen nimalar, например, поэтому здесь уже atrof влиять qiladi-da, что только спорт, только nima sog'lom tarz turmush и так далее. Mana bizning atrofimiz, biz mana bir-birimizni nima uchun birinchi bizning maqsadlarimiz, Qashqadaryoni, например, o'sha bolalarni ko'tarib, чтобы yuqori natija ko'rsatish. Komanda bo'lib, bizning bor qanaqadir bir xil dunyo qarashlarimiz, ana bir Bobur bilan постоянно aloqada, biz u yosh bo'lgani bilan men sal уже, как говорится, уже veteranlarga kirsam, lekin onamiz bitta, давай birgalikda. Muzaffar aka har doim поддержка qiladi, как тренер, как inson. Mana shunisi atrof kerak-da, чтобы поддержка mana shu tomonda. O'shandan keyin siz ham tarbiyalanasiz. Если Muzaffar aka mana chiroyli yuribdi, sigaret chekmaydi, men ham sigaret chekmayman. Muzaffar aka yaxshi chempion chiqaryapti, men ham chempion chiqarishga harakat qilaman, o'rnak olib, как говорится, не хасад, а именно как misol, как мотивация. Sog'lom raqobat. Sog'lom, конечно. Hozir mana bu Bobur как тренер подтянуться qilyapti, например, yaxshi, mana shu atrof когда sog'lom bo'lsa, fikrlash boshqa. Yo, to'g'ri tushunishingiz, trenerlar hozir shunaqasi bor. Mana biz Botir aka bilan mana shu Bobur Ramazondan suhbatga qildirgan vaqtimizda biz borganmiz,
чтобы o'sha biza o'rgatgan narsamizni chiqarish kerak bular. Shunday. O'sha narsani. Keyin Botir aka o'sha biza kamchilik ustida ishlaganmiz, Botir aka ishlagan. O'shani raqobat bo'lib mana shunaqa sportchilar kelganda, haqiqatan ham raqobat bo'lgan aytganingizda, chiroyli raqobat bo'lgan. Bir-birini hurmati bilan boshqa urushib ketilmagan, yaqinlashib ketilmagan. Zal-mazal degan narsa yo'q. Naborot, qanday chiroyli mana es shaharda Muzaffar aka biz Vokzal tarafga misolda endi boshqa qanday zo'r chempionlar chiqlar, qanday chiroyli, например, и trener qanday boshqacha yuradi, o'sha g'ururlanadi, faxrlanadi, belim tekkiz mana biz o'zimiz ham bo'yga chiqamiz. Bunga mayli, keyingi nimalarga aytib beramiz. Xullas, hurmatli do'stlar, ana endi mana ko'rib turdinglar, Ramazon Temirov yoshligidan mana shunaqa tarbiyali okrujeniyada katta bo'lib, mana nima deyiladi, natijaga erishdi. Ana endi biz hozirgi davom etadigan narsamiz qisqacha UFC'dagi holat haqida. Sani debyuting Xitoyda bo'lgan edi. O'sha yerda vazn tashlash narsalarni ko'rgansan, professionalizm tarafidan Xitoyda vazn tashlash sharoitlari, masalan, sharoitlari yaxshiroq. Birinchi MMA'dagi debyutimda, to'g'rimi? Shunday. Senga hozir taqqoslashingni xohlayman. Endi bu ancha oldin edi. Ancha oldin edi, lekin mana Xitoy bilan Amerika har doim raqobatlashgan. Sport tarafdan hozir menimcha men o'ylayman, yana bir 5 yil, 10 yildan keyin Xitoy ham Amerikaga yaqinlashib qoladi, chunki juda ham harakat qilyapti. Xitoyda qulayliklar ko'proq yaratib berishadimi? Amerika. Bilaman, Amerikada ko'proq. UFC dunyo birinchi. O'zi mana Xitoyda urushganman Yaponiya ham bor. Yaponiya ham bor. 3 ta joy taqqoslab ber qani. Yaponiya. Eng anaqasi baribir UFC. Eng zo'ri ham. Eng sportchilarga qaraydigani, e'tibor beradigani UFC. Bu narsani o'zingiz ko'rdingiz-ku. Men eslashyapman, mana oldimda bitta o'sha anaqa turibdi. Ketmaydi. Jasur akalar bo'lsa hamma bor. Nima kerak? Kirishdan oldin sizga o'sha anaqalar beradi, krem beradi, terlashingiz uchun ularni surtasiz, muz olib kelib beradi, anaqalar olib kelib beradi. Nima kerak bo'lsa yoningizda turadi, bitta anaqa. To vestingizni qilib, vesdan o'tmaganingizcha. Detollik hammasi yonida. Aytmoqchi bo'lganim, eng haqiqatan ham o'sha orzu qilinadigan UFC'da boyetslarga nisbatan har taraflama sharoit bor. Qaraydi, agar o'sha musobaqadan oldin qanaqadir travma bo'ladigan bo'lsa, tikak bojini tekshiradi, o'sha travma bo'yga xalaq bersa chiqarmaydi. Sen hozir mana travmani aytmagansan-a? Ularga aytganim yo'q, chunki men o'sha urush qilish xohladim-da. To'g'ri. Yutishim kerak degani. Bizda bilasiz-ku, yaxshi sapernik bersa, qanaqadir Alloh shu peshonangizga yozib travma olib qo'ysangiz ham bo'ldi, keyin gap so'zib ketadi anaqa. Saperniki kuchli edi, u sapernik kuchli bo'lgani uchun arkaz qildi, yolg'ondan travma oldi. Yo'q. Mana shu 10 kun, o'sha 15 kunmi oldin oyog'im travma bo'ldi. Men Muzakaga aytdim, aka, oyog'im travma bo'lib ketdi. Oyog'im shunaqa bo'ldi, juda qattiq travma oldim-da. Ha, bilaman. Oyoq sana gapirdi, haqiqatan ham travma oldi. Aytibdi, travma olgandan keyin aka deyapti, sapernikim travma qilibdi debdi. Joyimga turib lapa urdim deyapti. Masalan, Jasur akalar guvohdi. Joyimga turib ishladim, lapa urdim deyapti. Aka, oyog'im yurolmay qoldi. Muzdaman, muz qo'yilgan, yotibman. Keyin Jasur akalar bo'ldi, bugun sen dam olasan deydi. Azizlar ular trenovaga chiqib ketdi-da. Keyin yotibman-da, endi bu ichimda o'tadigan narsa-da. Hozir saperligim trenovka qilyapti, paxat qilyapti deyapman-da. Ko'ryapman, paxat qilyapti, mehnat qilyapti. U ham meni urish kerak. Taji boydan keyin birdan yugurgan chiqib ketgan u. Ha. Yotibman, men aytdim, "Men yota olmayman" dedim. Yoki bu turishda yutqizaman yoki paxat qilishim kerak bor dedim. Keyin telefon qildim Jasur akaga, "Aka, men zarga boraman" dedim. Bitta bola jo'natishdi, keldi, meni olib ketishdi. Oyog'im bilan yugurmadim, hech narsa qila olmayman, bosa olmayman. O'sha yerda o'tirib turib lapashladi. Taq o'sha kamchiliklarga-da. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu narsa ham Alloh ko'rib turibdi, biz ham sababini qilyapmiz. O'sha oyog'im, bitta oyog'im anaqa bo'lsa ham sababini qildim, mehnat qildim, so'radim. No, bizlar uchun qilingan plan o'sha yana bitta narsa, o'ng oyoq bilan oyog'iga tepishim kerak edi. U buzildi, no boshqa plan bilan o'tdik. Shunaqa bir munosib bunga raqib topildi. Qara, yutqargandan keyin o'tirmadi, aytib, nima bo'ldi? Ha, shunday, bo'y tugagan, shunday yugurgan chiqib ketgan. Ko'rsatdi, o'sha momentga Muzakaga qarang deyapti.
Jang tugadi, biz o'yga hali yetib borganimiz yo'q. Yetib borganimiz yo'q, u bola yutqizgan chiqib ketyapti, yugurgan. Trenorovka qilib ketyapti. Trenorovka qilgan, trenorovkani chopgan chiqib ketyapti. Chopibdi. Chista buni anodayda bu. Qoyil qolsa bo'ladi. Bu ikkinchi tarafdan ham borda, bu sport nima sportning sportchi o'zining filosofiyasi bo'ladiki, kim biladi, balki u o'zini shunday tinchlantirar. Masalan, kimdir yuguradi. Shunaqa chiqarib o'rabdi-da. Da, kimdir yuguradi. Bizankilar odamlarimiz hayron qolasizda, masalan, aytayaptiki, haqiqatan ham jarohat olib jangga chiqmadi deb aytadi yoki shuni aksincha tarafi bor, ya'ni jarohati bilan bo'lsa ham mana aytayaptiki, jarohatim bo'lsa ham chiqdim. Jarohatim bo'lsa ham o'zing kasal bo'lib mana o'shanda masalan shu gapimni aytsa edi, mana o'shanda aytsam bahona deydi. Lekin meni o'zimni yonimdagilar masalan ko'rdi meni qanaqa ahvoldaligimni, qanaqa ahvolda chiqqanligimni, umrimda bunaqa yomon ahvolga chiqmaganman masalan. Lekin shuni afsuski, mana tomoshabinlar tushunmaydi-da bu narsani. Tushunmaykan ham. Tushunmaykan emas, ular sportni o'zini darajasida tushunadi-da. Shunday. Endi muxlislarning har xili bo'ladi. Mana unni sorti bo'lganda muxlislarning sorti bo'ladi. Trenerlar tushunadi. Trener nimadir bo'lgan Boburga yoki Ramazonga nimadir bo'lgan degan sezishdi. bo'ladi. Trenerlar sezibdi. Oddiy sportchilar menga savol berishdi, "Nima kasal edimi Bobur? Kasal, tayyorgarlik qiladigan yo'q, tayyorgarlik qiladigan yo'q" dedim. Keyin masalan, oddiy darajada odamlar tayyorgarlik qilmaganda deydi, og'zidan bitta chekkadan chiqib ketib qoladi. Sportchilikka qancha mashaqqatlar bilan tayyorgarlik bo'lganini, qancha qiyin vaziyatda bo'lganini yoki masalan kasal bo'lganmi, nima bo'lgan, ilojsiz vaziyatga qoldirishdi hardkorga bizani. Ilojsiz vaziyatga chiqsang chiq, chiqmasang boshqa qo'yamiz. Endi bir tomondan mana shu gap borku, gapim bo'lani, Emilianga gapi bor. Og'rigan joyda aytma, ko'rsatma, imенно o'sha zarba bo'ladi. To есть, nima og'riyotgan, buna bir travmam bor deb hammaga ko'rsatsa, bu men kasal, raqibga bu beradi-da. Ana shu gapni men bekor aytdim-da, raqibimga aytdim-man. Men o'yini meni vazam yo'q deyapman, men bormayman deyapman. U ko'ndirdi keyin meni, kel deb. Можно где-то что-то уже foydalansa bo'ladi-da. U keyin bosim qilishni boshladi menga. Sportchining o'zini ham disbalans bo'ladi. Mana Ramazon qara. Sen reytingga kirding. Endi qara Ramazon, bitta o'zbekistonlik jangchimiz ham sani shu rukopashnida ham birga urushgan bolang Furqat Yakubov bir vaqtlar Jasur aka Legion 1 turnirini qilgan edi. Sen bilan urushish kerak eding, ikkalaring urushlaring kerak edi. Sen Xitoyga ketding, adashmasam. Xitoyga ketding. Mana Furqat Yakubov adashmasam The Ultimate Fighterga chiqyapti. O'sha kuni aytdimki senga, seni bir og'iz gaping, jangdan keyin shu Furqat Yakubov chiqyapti. Oliylar UFC'ga desam bo'ldi. Tasavvur qil, UFC'ga oldi. Как раз hozir O'zbekistonda eng populyar hozir tema, bu eng taniqli tema, bu o'zbek bilan o'zbekning chiqib qolishi. O'zbek bilan o'zbek tasavvur qil, UFC'da kirdi Furqat Yakubov. Kirdida ikkalaring mana u ham reytingga kirib qoldi. Shunday bo'ldi. Falayda Galish bilan reytingga kirib qoldi. Balkim sen o'sha vaqtda chempion bo'lasan yoki sen shunaqa etapda turibsan, chempion etapda. Agar to'g'ri kelib qolsa Urshasan. Endi bitta narsa. O'sha holat yomon savollar beraman deydiki. O'sha holat bo'laversin. Bo'lsin. Inshaalloh. Bitta narsa bor, UFC tanlagan qo'ymaydi. Shunaqa. UFC hech qanaqa sani eshitmaydi. Ana shu narsani bilmaydi-da. Ikkinchidan UFC boshqa darajadagi u liga. Xohlasa urushtiradi buni, xohlasa urushtirmaydi. Shunday. Ularga выгодно bo'lsa, marketing bo'yicha ular urushtiradi. Yo, o'sha uchun aytayapman-ki, shu holat kelaversin. Burilib ketayotgan daraja bo'lsa, yo sen tanlaysan, xo'p deysan. Erishishingiz kerak. Chempion bo'lsangiz, masalan, u ham pretendent bo'lib turibdi. Siz chempionsiz. Yoki masalan da'vogarlikka masalan to'g'ri. Давай tema чисто вот hozir yaxshi tema. O'zbek bilan urushadimi yo urushsinmi, urushmadi. Например, bu sportivный интерес. Mani мнением shunday. Mana respublika chempionatlar, даже иногда xalqaro musobaqalarga bo'ladi finalga ikkita vatandosh chiqadi. Но bu спортивный интерес. Поэтому здесь когда вот o'zbek bilan urushmasa, zачем? U ham qaysidir trenerda, qaysidir klubda, например, jamoani a'zosi, tayyorgarlik ko'ryapti. Trenerda shuncha mehnati, sportsmen mehnat. Пожалуйста. Endi bitta narsa bor. Men Merabni ko'rdim, Merab bilan Shonamellik mana. Ikkalasi salomlashyapti, quchoqlashyapti. Ayni bu ish bu.
sportchini ishi bu. Professional sportchi bo'ladi. Ish bu. Buni ham ishi. Erta to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ilojsiz yo'q. Ilojsiz darajaga urishiladi. Kamarga bo'lgan. Har bir o'zi mana har bitta boysga misol o'sha oxirgi daraja UFC bo'ladi-ku, UFC ga chiqib chempion bo'lish. Bo'ldi, o'sha boshqa UFC dan boshqa organizatsiya yo'q, to'g'rimi? Endi iloji yo'q, siz mana chempionsiz. Sizga misol kim bo'lsa ham yetib keldi. Yo'q, chempionlikdan oldin deyapman. Chempionlikdan oldin. Bitta narsa, o'sha birinchi o'sha vaziyat bo'laversa, iloji yo'q. Endi siz o'sha bitta joydasiz. Iloji yo'q degan narsa bor. Iloji yo'q degan, mana qaranglar-da do'stlar. Mana Octagon ligada ham ikkita o'zbekistonlik yurtdoshimiz mana chempionlik uchun to'g'ri kelib qoldi. Ko'p sportsmenlar aytdi urushmasin dedi, ko'p sportsmenlar aytdi urushsin dedi. Men masalan urushsin degan tarafdorda bo'ldim. Nimaga? Chunki ikkita sportsmen xohlayapti urushishni. Bu birinchidan va bu sog'lom raqobat. To'g'risi men shu narsaga aytganingizdek qo'shilmayman. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Bu nima deyiladi? Aytishlaringiz mumkin, o'zbekga dushman. Yo'q. Masalan, Ramazon o'zida ham bir vaqtlar Murodov professional ligasida urushib yurgan vaqtda savol beriluvdi. Sen masalan o'zbekistonlik jangchi bilan chiqib qolsang urushasan. Lo'limdan chiqqan odam bilan urushaman deyapti. Iloji yo'q. Bu Octagonda masalan zalda biz Octagon ligadagi anolar yoki bir qanaqadir Octagon ichida bo'ladigan janglardan ko'ra vahshiyroq janglar bo'ladi zalda. Barabar qoshlar yirtilib, ko'zi yirtilib, burunlar sinib ketadigan joylari bo'ladi. Yana og'ayni assalomu alaykum masalan jangda ko'rsatsa deb o'ylayman. Shuning uchun Ramazonning o'zi ham shunday tarafdor. Nimaga? Masalan, o'sha vaziyat bo'laversa, iloji yo'q. Iloji yo'q degan narsa bor. Bu qanday siz ikkita o'zbekistonlik masalan ikkita yurtdosh, masalan o'zbekistonlik va amerikalik, ikkita rossiyalik farqi yo'q. Ikkalasi mehnat qilib, kamargacha ikkalasi kisada o'rniga bitta boshqa chet ellik tiqib yorsa. Bo'lmaydi-ku masalan, to'g'rimi? Ikkalasi chiqsin, marhamat. Oxirgi vaziyatda bo'lyapti, mana hozir sekin-sekin o'zbeklar ko'payapti Amerikada. Qozog'istonliklar ko'payapti anada UFC'da. Masalan urushtirishi mumkin-da, masalan, kimda senga reyting yaqinroq turgan Azat Maksummi kim? Asu. Yo'q, Asu oldinda turibdi. Yana bittasi bor. Yo'q, bu past reyting kirmagan. U reytingga ham kirmagan hali. O'zingiz hozir eng bizga yaqin turgani Qozog'iston. Keyin Tagir O'lonbekov bor, 9-o'rinda turibdi. To'g'risi aytdim-ku, o'sha kuni aytdim. Tagir bilan Ramazon chiqsa men qiziqmayman jangga. Nimaga? Ramazon uchun ko'rishim mumkin. Chunki muxlis sifatida unchalik ham qiziq. Chunki Tagir buni faqat quchoqlayman deydi. Buni kurashga yiqitaman deydi. Bu qochaman deydi, uraman deydi. Men buni ko'proq yaponiyalik ikkita jangchi bor. Yaponiyaliklar bilan urushdi. Sen o'zing kim bilan xohlaysan? Kaykara Frans dema hali, mayli. Top 5 talikdan beri. Menga o'sha farqi. Yo'q, matchmaker. Yo, to'g'ri. To'g'ri, hozir masalan, sen o'zing Menga shu top 7, 5, 8 o'zingni hali ertachi deb hisoblamaysan hali. Inshaalloh nimaga? Endi biz akalarda biz xavotir olamiz, yana ham tajriba olib o'ssin deymiz-da. Oxirgi jangimdagi raqibim yaxshi bor, juda neudobniy. Aytdi-ku. Azat Maksumni ham o'shani 16:0 payt yutdim, 17:0 payt. 16:0. Uni ham charchatib yutdi. Bu yana boshqa payizlarni ham charchatib yutyapti-da u. Anoni ham yutgan keyin. Jalgaz Jumagulovni ham yutgan. Jalgazni yutgan. Jalgaz eng tasavvur qiling, Fight Nightga chiqib yurgan vaqtda Jalgaz Tigerda ham urgan. Tigerda qanday urgan? Kardio bo'lib urgan. Kardio mashinada urgan. Charchamagan. Tagir uni yiqitaman deb charchab qolib, men o'sha Eminni chiquvdi Abdumannab Nurmagomedov Xudo rahmat chiqyapti-da, bu bezobraziya deyapti. Tagir yutuvdi deyapti, bu deyapti. Bo'lmagan gap deyapti, ishonmayapti. Lekin o'shanda Jalgaz haqiqatan uruvdi. Jalgazni yutdi. Men aytaman shuni qarayman, Jalgazni yutgan endi. Tak Ramazon bilan birdan taqqoslash ketadi-ku. Jalgaz bilan Ramazonni o'rtasida nima o'xshashligi bor? Ikkalasi ham stoykani yaxshi ko'radi. Ikkalasi ham kardiosi yaxshi. Lekin Ramazonning fizik imkoniyatlari ko'proq deyapman. Значит, Ramazonning imkoniyati ko'proq deyapman. Agar o'shanda buni kuchi kamroq bo'lganda, buni jismoniy qobiliyati kam bo'lganda, mana shu oxirgi raqib buni yiqitaychida bo'ldi, bunga imkon bermaychi. Mana bermasdan mana yiqitib, bunga kuchini so'rib olib, shu kletkaga qisib yutardi. Buni jismoniy imkoniyati yaxshi-da, shu 57 kiloda aytaman-da, ko'p qishloqlik bolalar keladi, jismonan baquvvat, boynaga Tayson kelganda ham aytdim-da men, "Ey, bratishka, sen biza yillab erisha olmaydigan natija, balli yillab mehnat qilamiz jismoniy qobiliyatini oshirish uchun. Senda itak bor shu narsa. Sen sabr qil, mehnat qilsan, sabr qila olmaydi."
Endi ehtimoli bor bo'yna UFC tema bo'yicha все-таки matchmakerlar yaponlarni qo'yish mumkinda, bu endi yaponlarda urushgan-ku. O'shani aytamanki, Yapon yaqin. O'sha ularga ham bunga ham o'sha o'ta moment bo'ladi. O'sha qaynadir Yapon xayolimga shunday kelyapti. o'rin turibdi. 10 Yo'q, undan oldinchisi. 5-mi o'rin turibdi? 4-5. Tatsuro Taira. Taira oldinroqqa turibdi. Tatsuro Tairadan oldin bo'ldi bola. 1dan 5ga qo'ymaydi. Yo, Taira bilan emas. Qanaqa aytayaptilar? Yo'q, u bilan qo'ymaydi. Pastdagi bilan. Yo, birdan chempionlikka urishdi-ku Pantoja bilan. Yo'q, uni bu yoqqa qo'ymaydi. Bu bilan qo'ymaydi. Top u mendan orqada turibdi-da. Endi masalan, sababi unga bir marta imkoniyat berildi. Yaxshi keladi. to'g'ri. O'shani o'zini как бы anosini tiklash uchun bunga berishi mumkin-da. Buni o'zini как бы reytingini o'sha Farqi yo'q. o'sha aytaman-da. Kim beradi, nima bo'ladi? O'sha hozir masalan top 15 talikka eng muhimi top 15 talikka turibdi-ku. Top 15 talikka turibdi. Shu top mana 8 dan bu yog'ini bersa kerak deb o'ylayapman. Endi avvalosi kim biladi, agar masalan yuragi Feberga yoqdi boyi. Masalan, hamma narsa ko'rsatildi boyda, parter imkoniyatlari ko'rsatildi. Brasok qildi. Umrida birinchi marta brasok qilganini ko'rdim shu bola o'ylayver. Umrida qilgan. Yo, men MMA da deyapman-da. Men havaskordni ko'rganman. MMA da mana rukopashni boylar Erajenlarda brasok qilganlarni ko'rganman masalan. Lekin MMA da birinchi brasok chiroyli chiqdi. Bilmayman, nima kontrol qilishga harakat qilmading dalishi? Просто kelib qoldi. Qancha yetadi-da o'zi. Kelib qoldi lekin, haqiqatan. Kelib qolgan. Deyapman-da, yonma-yo Ramazon brasok qildimi deyapman. Qo'llash kerak, молодец, har tomonlama. O'sha bu уже professional, buni har tomonlama. Xudo xohlasa, men tim bo'lib mana kecha ko'rsatyapti, telefondan Yuriy Feber pomni o'rgatyapti parter usullarini, kamchiliklarni. Молодец, это juda ham o'sha kecha bu tema to'g'risida ko'p gapirdik. Endi rejalar, men кажется, asosiy hozir reja. Da, hozir Dubaydan qayerga bo'ladimi jang? Nima deysiz? O'sha bo'lsa-legan Abu Dabiga. Borarikda ko'pchilik tomosha Qanonikida bo'lmaydi, lekin Murodovnikida telefon qilib olib kirib ketdimi? Bizga taklifnoma jo'natishing kerak. Sportchi 3-4 ta imkoniyat beradi. Xudo xolasa hozir Pamoyim iyul yoki avgust oylarida urshaman. Shungacha xudo xolasa yaxshi tayyorgarlik bo'ladi. Yana bir zbor qilaman Tailandda, Amerikada. Avgust oylarida xudo xolasa yoki o'sha Saudiya yoki bo'lmasa Abu Dhabi kelasidan bittasiga harakat qilyapmiz. Ular mendan so'radi o'sha qaysi joyda urush xohlaysan katta turnirlarda deb. Men endi ko'proq bu tarafda aytdim, chunki bizani o'sha misol mana siz boraman deyapsiz, boshqa yana qanchadan qancha misol akalarimiz, muxlislar boram paddeshga qiladigan odamlar ko'p. Endi ularga ham shu narsa qiziq, kerak. O'zbekistonda boradigan insonlar, fan anaqalar nima deydi? Fanatlar. Fan baza. O'sha bizaniki yaxshi ishlab beradi shu narsa. Chunki nechta meni boyimga ish qilib bayroqlar paddeshga zo'r qilishadi, gap yo'q. Xudo xolasa shu avgust oylariga plan qilyapmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Avgust idealni bo'ladi lekin. Yaxshi tayyorgarlik. То, что Amerikada mana triumf qilganlar тоже yaxshida baribir, aka baribir zbor qilgani boshqacha. O'zbekistonda tayyorgarlik qilish sal qiyinroq, sababi aytganingizdek hamma sharoit bor. Bir kun bu aka chaqiradi, bir kun bu yoqga har kuni disiplina bo'lmaydi. Shunday. Amerikada как положено disiplinangiz bor. Vaqtida uxlayman, vaqtida ovqatlanaman, vaqtida 2 mahal, 3 mahal trenirovka. Mana shu boyimga aka shunaqa tayyorgarlik ko'rdim. Chunki juda katta mas'uliyat bog'ladi. Topga kirish. Ko'plar keyin meni aytayapti, bu boyizga misolda charchab qoldim 3-raundda deyapti-da. Yoki bu yerda misol men trenirovkam past bo'lganda. Lekin eng boylarim ichida juda katta mehnat qilgan boyim mana shu boyim bo'ldi. Shu Raqibam oddiy emasda. Juda qattiq mehnat qildi. Katta nima bilan urushdi? Напряжённый urushdi. Напряжённый. Menda 3 raundli boy hech qachon qancha bo'ldi? Bir 2 yildan beri urushmaganman. Har bitta boyim. Hurmatli ana bilan urushding-a? Kim bilan? Pitbull bilan urushganim oxirgi boyim. 3 raund bo'ldi. Shunday. Pitbulldan keyin bitta qirg'iz bola bilan urushdim, undan keyin Brazilis bilan urushdim, undan keyin yana Brazilis bilan urushdim, undan keyin yana birinchi raund. Hammasi birinchi raund. Ikkita yapon bilan urushdim, ular ham birinchi raund. 5-6 ta boyim
birinchi raund. 6 ta boy 2 yil urishdim 6 ta boy. 2 yildan beri faqat bir raundli boy qilyapman. Menga 3 raundli boy, joyiga turmaydigan sopernik, xuddi o'zimda. Kiradi, chiqadi, kiradi, chiqadi. Juda katta temp bilan urishdim-da. Temp ham bo'ldi. Lekin mana shunda hakakras aytish kerak. Mana bu albatta qo'l jangi bazasi MMA zo'r, lekin men sezdim o'sha O'zbekiston terma jamoasi bilan shug'ullandi. Olimpiya terma jamoasi boks bo'yicha. Boksda ham texnikalari, o'sha boynagi nima deyiladi? Baribir boksyorlar bilan ishlanganligi, boyagi qo'l udarlarini sezishlar, uklon zarbalar, endi masalan bu yoshligidan bor edi shu narsa menga. Footwork-da, oyoq harakati, первый boks mana shu. O'xshadi shu narsalar. Haqiqatan hammasi bitta bo'lib bo'lmasa qiyin. o'xshadi. Endi bu bayis aytaman, sopernik shunday sopernik edi, u nima deyiladi, shunday bayisda bo'ladi-da, chempion bo'la olmaydi. Chempion bo'lishga kalibri yetmaydi, lekin pastga ham tushib ketmaydi uni. Tushira olmaydi. Maqsad to'p bo'lmaydi. O'sha o'rtada turadi, lekin qattiq turadi. O'tda joylashib oladi. O'shanoq uchun bayisida u nima deyiladi? Dunyodagi eng xavfli odamlardan bittasi bu hech narsasini yo'qotishdan qo'rqmaydigan odamlar o'sha hech narsasini yo'qotishdan qo'rqmaydi-da u. U bilsa ham kerak, menimcha o'sha yoshi katta, u biladi, shu chempionlikkacha ham bora olmayman, lekin kerak bo'lsa mana shunaqa isbotlayman. Mana shunaqa aytdi-ku, bekor-bekor yugurib ketgani yo'q-da u. Krepka yarashib u. San nima 61 ga o'tging kelmayapti? Balkim kuching ko'proq bo'lar 61 da. Yana ham tezligim bor. Men o'zimni 57 da slabik his qilmayman, birinchidan. Bezganat qilishga qiynalmayapsan. Qilishga ham qiynalmayapman. To'g'ri taylayapman, alhamdulillah. O'sha hech qanaqa qiyinchilik bo'lmayapti. Oxirgi kuni yarim soatga vezagonga kiydim, bo'ldi. Qolganini ozgina saunada o'tirib gaplashib tashlab tayladim. 3 kilo vez oxirgi kunga tashladim. Общий umumiy 11-12 kilo tashladim. Uni faqat o'sha to'g'ri ovqatlanib, dieta bilan bo'ldi. 1,5 oy oldin dieta boshladim. To'g'ri ovqatlanishni o'sha sekin-sekin vaqt davomida o'zi tushib ketdi. Qaranglar, gapini to'g'rilab ketyapti. Dieta deyapti, lekin to'g'ri ovqatlanish, mana ovqatni bunga bilamizda, masalan, afsuski Qarshida qani shunaqa anolarni ochishimiz kerak, o'zi tashkil qilish kerak. Toshkentga ham bunga yetkazib berishadi. Haqiqatan men o'zim yeb ko'rganman, uni uyiga borganimizda Toshkentda boramiz, mana yeb ko'ramiz. Haqiqatan ham boshqacha pitaniya. Masalan, meni va Qashqadaryodagi juda ham ko'p bizani masalan viloyatlarda ko'p sportsmenlarning aybi bu bizga pitaniyaga e'tibor qaratmaymiz. Shunaqa. Faqat men bu go'shtni yegan bilan bu narsa qiyin-da. Meni do'stlarim ko'p urishadi-ki, men bilasanki, nafsim yaxshi ko'raman, shirinlikni yaxshi ko'raman, boshqa narsa qilaman. Noto'g'ri ovqatlanishga to'g'ri e'tibor qaratmasak, mana o'sha yoshim o'tyapti, bildirish boshlayapti. Bekorga natija bo'lmaydi. Gormonlar to'g'ri ishlayapti, narsa qilyapti bo'lsa, o'zi bular testosteroni baland hisoblansa, yana ham oshyapti-da. Vnoslikka ham, ya'ni chidamlilikka ham ta'sir qilyapti. Agar mana shu oxirgi boyda ozgina vnos, ana chidamlilik ozgina oqsaganda edi, u foydalanardi. U shuni kutdi-da. Men bo'lsam, masalan, Ramazonni ham, Azizda ham, masalan, ukasi Shohjahonni ham yoshligidan tanisam, bularni masalan xatosini baribir ko'rasiz-ku, masalan, birga trafika qilganmiz, masalan, lapalar ishlaganmiz, lapalar ishlatganmiz, bir-birimiz bilan bilamiz, xatosi nimadaligini bilamiz. Shundan qo'rqib turdim. Ramazon qanday his qilaykin o'zini dedim. Chunki aytganidek 3 raund urishmaganiga ancha bo'ldi. 3 raund, 2 raund o'tsa mayli, birinchi raund o'tgandan keyin qanday his qiladi o'zini? Tib boli boyagi zapreshonniy preparatlar yo'q, toza organizm, hech qanaqa kuch berib turadigan toplivo boshqa narsa yo'q. Qanday his qiladi deb xavotir olyapman-da, masalan, u napor berishni boshlasa, Ramazon odatda o'zi ataka qiladi. Lekin masalan, o'zimman boyga chiqaman, davlina tushdi boshlaydi miyaga. Bosim qil deyveradi. Masalan, ruschani bilasiz, inglizchani bilasiz, keladi-ku, o'shani eshitib ham bosim bo'ladi, baribir miyaga ta'sir qiladi, charchagan vaqtingiz 2 barobar ta'sir qiladi. O'shanda qanday bo'lar ekan dedim. Aytganimizdek, mana suhbatimizda ham bo'lgan, ya'ni havaskor ba'zani yaxshiroq o'rganganligi. Masalan, Aziz ukasi boksdan turib, birdan MMA ga o'tdi. Nechta chempionatga olishdi? 2-3 ta chempionat. 2-3 ta kamda bu. 2-3 ta, lekin talant bor. O'tdi, mana afsuski, endi bayis ham kuchli bayis edi, to'g'ri. Raqibni to'g'risini tan olish kerak. Bayis kuchli. Там немножко это biz analiz qilganimizda
aksent bitta udarga слишком bu aytyaptiki man deyapti bicha ano qildim xavotir olmayman endi masalan to'xtatdi. har bir ana shu paytda aka ukachilar man ukamni ham masalan ukam Koreyaga endi uniki bunday professional ana ham bo'lmaydi boyga chiqadi men xavotir olib o'tiramanda aka baribir Juda xavotir oldi bu. ha shu xavotir olmasin degan man aytdim shu Aziz nimaga 2-3 talab solsa bu boksor Seriynis aytmadi. seriyni bang Bu mana Ramazon bo'yida aytadi-ku, когда tugaydi fizika, tugaydi texnika, xarakter keyin. Mana xarakter bo'lish kerak-da bo'yda. Mana aytganingizdek 3 raundli bo'y, например, уже fizika tugadi, ko'ryapsan, уже texnika там где-то что-то o'tmayapti, plan o'zgardi, baba. Men xarakter bo'lsa kerak, seni majburlaydi-da, davay, Men Ramazon. ikkinchi raundda oyog'im travma o'sha joyini tepib qo'ydim. O'sha joy og'rigan joy. Уже ketdi ikkinchi raund. O'sha narsa ham meni charchatdi. Oyog'ingizda og'riq paydo bo'lib turadi, bilasiz. shunday. Sakraysiz og'riydi. Nu o'shanda ham o'sha boya aytganingizdek 3-raund chista xarakter ishladi. Xarakter. 2ta raund o'tganimni bildim. 3-raund faqat to'xtab qolmasligim kerak edi. Shunday. U o'sha 3-raundda joyimga turib qolishimni kutdi-da. Agar turib qolganimda urardi meni. mana hozir Vesagonka haqida gaplashdik-da. Masalan, havaskorga urushib yurgan vaqtimiz ham 3 kilo, 4 kilo tashlanadi vazn. Mana Botir aka aytdingizki, bo'yna men yoshlar ko'p vazn tashlamasin. Haqiqatan masalan yoshlarimiz bu tashlayapsan, o'zingiz o'g'lingizda ham vezganat qildirib turasiz. Hozir masalan rukopashnida ham mana ko'p hozir havaskorda ham shunchalik qilishyapti, qoidalarni shunday o'ylab topishyapti, imkon qadar yoshlar kamroq vazn tashlasin. Tashlamasa ham mayli degan bir ma'noda ketyapti-da. Nima deyiladi? Vazn tashlash bu jangdan oldingi 10 barobar oldingi jangda bu. Jang osonroqda, 15 minutda tugaydi. Baytsa gapi shu. Jang osonroq, chemana shu. To'g'risida mana jang osonroq. Nima uchun? Aytibdi-ki, mana 12 kilo tashladim deyapti. Masalan, buni Murodovda urushga men bu vazn tashlashlarini ko'rmadim, qanchalik pitani aniq qilgan. Lekin Murodovlarda birga tashlaganmiz, boshqa chempionatda birga tashlaganmiz, bu ham qiynaladi. Chunki o'zi badani suxoy badan, buniki bunday ortiqcha jir yo'q, qiynaladi. Masalan, o'zimizda ham qiyin. Hozirgi havaskor qoidalar ham, lekin shu menga yoqmayapti qoidasi, to'g'risi. Men shu qoidalar nimaga? Ko'p sportsmenlarni masalan, yoshlar qiynalib qolyaptimikin deyapman, mana professionalga o'tgandan keyin. To'g'ri, mana shu taraf yoqmayapti. Masalan, professional bo'yga chiqadi, vazn tashlash kerak 5-6 kilo. Lekin bu havaskorda odatda o'rgangan 1-2 kilo, 3 kilo tashlagan uzog'i, lekin 5-6 kilo tashlashga o'rganmagan. Mana shu qoidalarga qanday qaraysiz masalan? Shu to'g'rimi? Havaskorlarda mana har kuni взвешивание, Har kuni shuni aytaman. 5 kilo, 6 kilo rosa xato bo'ladi, kuchsiz bo'lib ketadi. UFC'da ham qonun qoidasi amal qilyaptimi hozir? Короче, eshitdim. ONE FC'da aytganda, ONE FC'da ya'ni bo'yigacha bir hafta qolgan vaqtda 4 kilo leshni turgan bo'lishingiz kerak. Bo'ldi. 4 kilodan oshiq bo'lmasligingiz kerak. Shunday eshitdim. Bilmayman hozir to'g'rimi yo'qmi? Men shu qoidani eshitgandim. ONE FC'da anaqangizni tekshirishadi. Organizmingizdagi suvni tekshirishadi. Da. Organizmingizdagi suv kam bo'lsa, sizni vez tashlatmaydi. UFC'da hozir shunday narsasi bormi? Yo'q. Yo'q, ha? Sani boydan keyin tekshiradi asosan. Boydan keyin, yo'q, boydan yoki tarozdan keyin. Mana taroziga chiqdingiz, tarozi qildingiz. Tarozdan keyin tiklanishingizga o'zini beradigan narsalar bor. Tarozdan oldin beradigan ovqatlari, siz qiynalmasligingiz uchun beradigan shirinliklari bor. Anaqalari bor. O'zini shularni beradi. Tashlaysiz vez tashlab bo'lganingizdan keyin tiklanishingiz uchun beriladigan elektrolitlar bor. Shunaqa narsalar bor. O'zlari, xullas, o'zlari qarashayotganda keyin talabni ham qo'yishadi. Lekin hozir aytdim-ki, endi o'zi shunaqa yoshlarni kamroq vezganat qildiramiz, lekin professionalga chiqqandan keyin ozgina qiynalib qolmasin deydi. Do'stlar, mana endi Ramazon kamroq qarshiga keladi, lekin vaqtdan unumli foydalangan holatda kim uchundir foydali bo'ldi deb o'ylaymiz, unumli bo'ldi deb o'ylaymiz. Suhbatlar ustozlardan mana eshitdinglar, qanday bo'lgan, yoshligida qanchalik qiynalgan yoki qanchalik yutuqlar bo'lgan ko'rdinglar. Ramazon senga rahmat ukam, kelganing uchun, o'zgarmaganing uchun rahmat sana. Avvalambor, aka sifatida aytamiz. O'zgarmaganing uchun, o'zligingni saqlab qolganing uchun rahmat.
ustozlarga alohida rahmat aytamiz. Biz bir nima deyiladi, bir kichkinagina ishimizga katta qarab ustozlar yordam berganlari uchun. Bu intervyu boshqa intervyulardan farq qildi. Bu qanaqa bemalol bu olinadigan video ham sizlarga o'sha foydali bo'lsin deb o'sha bo'lgan hayotimiz, o'tgan narsalar yo'llar, keyin o'sha anaqa ota-onalarning farzandiga bo'lgan qanaqa tarbiyasi, o'sha shu narsalar ochiq oydin gapirilgan. Birinchi marta men intervyu berdim, bunaqa katta intervyuga katta pul turardi. Xudo xolasa gapim bo'lib sizni mehnatimiz bizamiz masalan bepul bo'lsa, bola biz hayotni o'sha bag'ishlagan, ya'ni hazilda aytganingizdek, biz hayotini bag'ishlagan shu nima bu kasbga, o'sha ustozlikka, поэтому bepul o'sha aytganingizdek yoshlar sizlarga mana живой пример, то есть живой mana tirik misol, и, как говорится, mana ustozlar, которые любое время tayyor sizlarga yordam berishga va yoningizda turishga. Mana shunday bu shunaqa fakt. Xullas do'stlar, atmosfera MMA sizlarni e'tiborlaringizga mana shunaqa bir suhbatni taqdim qildik. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa kommentariya yozinglar. Imkon qadar hech bo'lmasa biz borgan vaqtlarimiz Ramazon bilan yoki Botir aka yoki Muzaffar akalar o'zim shorts tarzida bo'lsa ham, ya'ni qisqa videolar tarzida bo'lsa ham sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Salomat bo'linglar.